Endi soliqdan qarzi borlar ham elektrga pul to'la olmaydi. Bu yangilik hozircha faqat Namangan viloyati aholisiga taalluqli va u 16 apreldan boshlab sinov tariqasida ushbu hududda ishga tushadi. Ya'ni soliqdagi qarz to'lanmasa elektr to'loviga vaqtinchalik cheklov qo'yilishi mumkin. Yangi tizimga ko'ra qarzdorlik 1 million so'mdan oshsa, fuqaro avval bir necha bosqichda ogohlantiriladi. Dastlab bunga soliq hisoblangani haqida xabarnoma yuboriladi. So'ngra SMS shaklida soliq ilovasi va mygov.uz portalidan eslatma yuboriladi. Soliq organi yuborgan SMSdagi havola orqali fuqaro soliq qarzdorligi qachon shakllangani va ogohlantirish qaysi bosqichda ekanini kuzatib borishi mumkin. Agar barcha ogohlantirishlarga qaramay qarzdorlik bartaraf etilmasa, fuqaroning elektr uchun to'lov qilish imkoniyatiga vaqtinchalik cheklov kiritiladi. Qarzdorlik to'langanidan so'ng u onlayn tartibda olib tashlanadi. Eslatib o'tamiz, bungacha respublika bo'ylab chiqindidan qarzdorlarning elektr energiyasiga to'lov qilish imkoniyatini cheklash yo'lga qo'yilgandi. Biz faqat tasdiqlangan ma'lumotlarni yetkazamiz. Gazeta.